Ammo bir kuni u yomon energiyani uchratib, uni o'ziga singdirdi va yovuzlashdi. Shunda buyuk ustoz Tenzu uni jilovlash maqsadida 2 shogirdini yubordi. Bu men Ta Injenjey. Besonaqay meshqorin deysa-da, aslida juda kelishgan. Ko'rkam, olifta yigitman. Boshqalarning fikri meni qiziqtirmaydi. Marvarat, mendan bugun qochib qutula olmaysan. Shingin bol, uni qo'rqitib yubording. Kichkintoy, kel o'zimga. Kela qol. Mana bu sen uchun. Hayot quvvati. Voy la'nat yey! Shundoq go'zallikni buzish shartmidi? Yuzim chaqaloq terisidek nozik bo'lsa, endi o'zingdan qor. Xo'sh, ahvoling yaxshimi? Qaraysan endi. Faqat yuzimga emas, o'tinaman. Bola! Bo'ldi! Ustoz. Men Marvaritni yaxshi va yomonga ajratdim. Yomon o'ta xavfli. Shu sababli men uni duoibat qildim. 3 yildan so'ng u chaqmoq zarbidan halok bo'ladi. Unga qadar esa bularni asrash kerak. Litsin men tanlagan ishonchli odam. Ezgulik marvarida uning tug'ilajak farzandiga hayot baxsh etadi. Bu vazifani men senga topshirdim. Kumvunga 12-burj sarvari kerak. Agar hayot marvarida jon ato qilib avlodini davom ettirsa, 12-sen bo'lasan. Rahmat ustoz, rahmat. Qachonki biz kutgan bolakay dunyoga kelsa, bilginki uning ismi Neja. Necha. Uchish bo'yicha eng zo'ri menman. Qani, men bilan bir icha qol. Ichi mazzami? Keragi yo'q. Ehtiyot bo'l. Azizam, ibodat qilmaysanmi? 3 yildan beri ibodatdaman. Agar tug'masam bu yerni buzib yuboraman. O'zimni tanishtirsam, ismim Ta Injenjey. Shoshma! Qolaring, ketdik.
Salom, xush ko'rdik. Men 3 yildan beri kutilayotgan shahzodani ko'rmoqchiman. Biz yangi kuy bastalari eshitib ko'ring. Rahmat. Hozircha shovqin solmay tursangiz, iltimos. Bola dunyoga kelsin. Hali chaqaloq tug'ilmadi. Shoshmanglar. Hammamiz tabriklashga Shunaqayam og'riydimi? siz. Qiziq ekansan-ku, hozir sharob ichadigan vaqting keldi. Unda shu yerda qoldiraman. Hoziroq ko'zimdan yo'qol, bor. Bu yerda qoldirma. Shunaqa ham ahmoq bo'ladimi? Mayli, ozginasini ichib ko'ray. Bir xildim xolos. Gap yo'q. Shunaqa ham masala bo'ladimi? Yana ozgina. Endi 3 kun uxlaydi. Jinurson, ustoz doibat qilibdi. Tayindan boshqasi ocholmaydi endi. Janob, vaqt bo'ldi. Nima qildi? Ichibdi, o'ziga keltirish kerak. Unda tezroq uyg'ot. Turing, xalq kutib qoldi avliyo. Shoshma. Bu nima qilganing? Avliyoga bunday qo'pollik qilish yaxshi emas. Janob, ortiq kutolmaymiz. Men o'zim. Ozgina o'zim ilinibdi. Janob, tezlashing, mehmonni kutib qoldik. Ha, hozir ochaman. Janob, nimani kutyapsiz? Kodini unutibman. Eslash buncha qiyin bo'lmasa-ya, eslab ko'r. Hozir 4 marta urinib ko'rish mumkin. Umuman tushunmadim. Balki 3ta 1dir. Agar yana bir marta xato qilsam, Nilufar bir umr ochilmaydi. Tezroq. Xonim hushini yo'qotdi. Tavakkal. To'xtang! Voy ahmoq. Ha, esimga tushdi. Barmoq izlarimga berkitgan edim. Ana bu yerda sharob tarqatishyapti. Qayerda? O'zi harakatlaringdan shubhalangandim. U sehr ta'sirida. U ham sehr ta'sirida. Sizlarga marvarid kerakmi? Mana olinglar. To'xta! O yo'q. Janob, buni ko'ring. Qo'lga tushdingmi? Buncha tipirchilamasang. Voy!
aytgancha. Samoviy kuchlar tumor bilan uni birlashtir va kuchini jilovla. Ushla. Ha, iblis, qo'lga tushdingmi? Avliyo, shoshmang. U iblis, imkon borida uni yo'q qilish kerak. Agar hozirroq bu ishni qilmasam, keyin kech bo'ladi. Katta bo'lsa unga hech kimni kuchi yetmaydi. Tushunsangiz chaqir. Voy, yaramas. Keragi yo'q. Azizam, Bolamga tegmang. Unga ozor yetkazmang. Lekin janobli, yashovchi Chintan Guan xalqiga bu bola kerak emas. Iblis bilan odamlar yonma-yon yasha olmaydi. Iltimos, xalqingizni xavfsizligini o'ylang. Bizni yovuzlikdan himoya qilishingizni o'tinib so'rayman. U yerga emas, bu tomonga. Tabriklaymiz janobli. Ta'ziyamizni qabul qiling janobli. Ko'rdilaringmi? Qo'rqma bolajonim, onang sen bilan. Avliyo Tayinjey va meni eshitayotgan barcha xaloyiqdan uzr so'rayman. Oilamizga omad kulib boqmadi. Ammo uni qurbon qilishingizga jim qarab tura olmayman. U hali murg'ak bola. Aslida u taqdir qurboni. Shunday bo'lishiga u aybdor emas. Imkon bering. Unga o'zim ko'z-quloq bo'laman. Uni uydan tashqariga chiqarmayman. Sizlarga uning ziyoni tegmaydi. Javobgarlikni o'z bo'ynimga olaman. Tirik qolgan taqdirda ham u baribir 3 yil o'tib o'ladi. Ustoz Tenzo yovuzlik marvaridiga tavqi la'nat bitgan. 3 yildan so'ng chaqmoq zarbidan halok bo'ladi. Tavqi la'natni olib tashlashga ojizman. Tenzoga ibodat qilib, tavqi la'natni olib tashlashni so'rayman.